parkovka uchun to'lov kelibdi. 5 minutga kirib chiqqandim. Poytaxt parkingda necha minutgacha turish bepul? Poytaxt parkingga qo'llab-quvvatlasizlar. Shunaqa poytaxt parkingga tekin turish vaqtimiz yo'q. Ha, yo'q, ha, bo'ldi, rahmat. Pulli parkovkaga to'xtaganimga 5 minut ham bo'lmagandi. Men 5 minutgacha to'xtash bepul deb o'ylagandim, lekin aslida unaqa emas ekan. Kirishim bilan 5 minut bo'lmasdan, taxminan 3 minut ichida menga xabarnoma keldi Radio 24 orqali. Kirib sirazi to'lab oldim. Bilingki, 1 minut to'xtasangiz ham, demak, pulini to'lash kerak ekan. To'lovni amalga oshirishning ikkita yo'li bor. Birinchisi Poytaxt parking ilovasi orqali, ikkinchisi esa Radio 24 mobil ilovasi orqali. Radio 24 hammamizda bor. Shu sababli pulli parkovka uchun xabarnoma ilovaga keladi va bu yerdan avtomobil turgan lokatsiya va biz uchun rasmga tushirilgan esdalik suratini ko'rib, to'lab yuborsak bo'ladi. Men 5 daqiqa turganim uchun 3,5 ming so'm to'layman. Elektromobillarga imtiyoz sifatida mana shu pulli parkovkalarda ma'lum bir daqiqa ichida, misol uchun 15 daqiqaga bepul qilib qo'yishsa maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Imtiyoz sifatida bu albatta. Siz qanaqa fikrdasiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.